bizlari. M0 necha ekan? 40 ko'paytirilgan 10 üstü minus 27 kilogram yoki 40 ko'paytirilgan 10 üstü minus 24 gram bo'ladimi? 1 unit necha ekan? 5 taqsim 3 ko'paytirilgan 10 üstü minus 24 gram. Shunda A R'ni topib olamiz. Massani, ya'ni noma'lum elementning massasini, nisbiy atom massasini topib olasizlar. Buning uchun M0 ni 1 U ga bo'lasizlar. Kalkulyatorda 2 gramda bo'ldi, shuni 40 ni 5 ga bo'lamiz, o'sha ko'paytiraveramiz. Yuqoriga ko'paytirib chiqadi. 8 bo'ladidan 24 chiqadi shundan, to'g'rimi? 24 bo'lsa, endi buni masalan x element z bilan a deb olsangizlar, proton soni z bo'lsa, neutron soni yozib qo'ydi. Nechaga ko'p? Protondan 2 taga ko'p. Shunda z plus 2 bo'ladidan 2 ni qo'shsangiz 24 chiqadi bu. Shundan necha bo'ladi? Z plus 2 teng 24 bo'lsa, 2z teng 22 bo'lib, z teng 11 chiqadi. Shundan natriy 11 yo'q. 24 11 bo'ladi-da bu. Tushundingizmi? Proton soni toping desa 11 degan javobni olasizlar. S javob. Ikkinchi savolni o'tamiz. Ikkinchi savolning yo'nalishini. Yo'nalishini. M dedi, to'g'rimi? X, Y, 2 degan moddaning ichida X bor ekan, yana 2 dana Y bor. X ning massasi 8 gram bo'lsa, buniki M ekan. Tengda shunda birga bilan. X 2, Y 5 ning ichida 2x ning massasi M bo'lsa, bu 5y ning massasi 10 ekan. M ning qiymatini toping degan. Masalan, x 2y bo'lsa, shundan turib M ni topsangizlar, yo'q, M ni topib bo'lmaydi. 16 y teng necha bo'ladi shunda? Mx bo'ladimi? Bir de 2x 5y bo'lsa, 5my teng necha bo'ladi? 10 ni ko'paytiramizmi 2x 20x bo'ladimi shunda? M kvadrat teng 16 ko'paytirilgan 20 bo'ladi. M kvadratning o'zidan bu bilan bu qisqa ketadidan 4 ta 1 bo'lsa 64 chiqadi. M shundan necha bo'ladi? 8 bo'ladimi? 8 bo'ladi, to'g'rimi? Ana shunda qaysi javob ekan? S javob ekan. Uchinchi savol. SO2 bilan kislorod aralashmasi bor. O'rtacha moliya massasi 44 ta 32 bo'lganda gelga nisbatan 10 dedi. 10 ni 4 ga ko'paytiramiz. Necha bo'ladi shunda? 40 dan 32 olsak 8. 44 dan 40 olsak 4. Nisbati necha? 2 ga 1 bo'ladi, to'g'rimi? Mol nisbatlari. Shunda buni 2x deb turib, mana 1x desangiz, 2x 44 ga ko'paytiramiz, x ni 32 ga ko'paytiramiz. Shuncha ekan. 60 gram ekan. 88x plus 32x teng 60 bo'lsa, 120x teng 60 bo'lib, x teng 0,5 chiqadi shunda. 2x degani 1, x esa 0,5 bo'ladi shunda. Gaz, qaysi gazdan qanday massada qo'shilganda aralashma moliya massasi 36 bo'ladi dedi. Ko'rdingizmi? 36 bo'lishi uchun o'zi moliya massasini ishlatish kerak. Avval nechada bu? 40, to'g'rimi? Ishlatish kerak, kamayish kerak. Kamaytiradigan gaz qaysi? Kislorod. Shu ikkisining arasidan. Agar SO2 qo'ysak nechtada moliya massasi oshib boshlaysa, bu o'zi 44 yaqinlashib boshlaydi-da. Kislorod qo'shsangizlar 40 bo'lib o'rtachasi shu kamayadi-da. 36 gacha kamayish kerak. Shunda SO2 bilan kislorod bor 44 ta necha? 32 o'rtachasi necha bo'lgan endi? 36 bo'lgan. Nisbati necha bo'ladi? 4 ta 8 bo'lib 1 2 bo'ladi. To'g'rimi? Qaysi o'zgarmadi? Qaysidan qo'shdik? Qo'shdik. Biz shunda kisloroddan o'chin kamaytirish uchun, noni kamaytirish uchun 40 ni 36 gacha kamaytirish uchun. Agar 40 ni 42 gacha ko'paytirish uchun ishlatardik. Tushundingizmi? Noni ishlab turamiz, ishlatamiz ekan shunda. Vodorod SO2 o'zgarmaydimi ekan? SO2 ni chop ketib edi. SO2 bunday ham. 1 bo'lib turadi. Bu 1 bo'lsa bu necha bo'lishi kerak ekan o'zi? 2 bo'lishi kerak. O'zi necha deb tarafda? 0,5 adi. Qo'shilgan kislorodimiz necha bo'ladi ekan shunda? 1,5 mol qo'shilishi kerak ekan.
1,5 mol kislorod massasi necha bo'ldi shunda? 48 gram bo'ldi. Qaysi javob? Javob. 4-savol. Neytral atomda deb berilgan KLMN nollar bilan boshqa sonlarim, qavat raqamlarim 8, X, Y elektron bor ekan. Kdagi elektronlar N'dagi elektronga teng deb yozib qo'ydik, qarasangiz, to'g'rimi? Bu ikkisining yig'indisi necha ekan? 15 ekan, ham X bilan Y ning yig'indisi, to'g'rimi? Shunda X 13 bo'ldim. Oxirgi elektron dedi. Oxirgi elektron neda bor dedik? Tashqi elektron qaysi? B, to'g'rimi? Oxirgi elektron B'da bor dedik, to'g'rimi? D elementdan bu. D element endi qavat to'lmin turibdi. Shunda 4s2 3-tincha bo'ldi. Endi 3s2 3p6 ni hisoblasangizlar 8 bo'ldim. 3-5 qilamiz shunda. 3-5indagi oxirgi elektron shu bo'ldi mana. O'sha elektron shu bo'ladi. 2 8 8 0 bo'lib qoldim. Shunda elektron 3s2 3p6 bo'ldim. Bir elektron uchun. Ana demak. Ko'rdingizmi? Necha ekan shunda plus B boradi-ku masala, to'g'rimi, to'plamda. Yadro reaksiyasida A element izotopidagi neytronlar soni B elementdagiga qaraganda 57 ga ko'p. Neytron soni qaranglar, bunda A elementdagi neytron sonini X desak, mana neytron soni 57 ekan bo'ladi mana shunda. Bariga qaraganda esa 91 ga ko'p dedi. Sanikiga qaraganda 91 ga ko'p bo'lsa, X - 91 bilan shunda. Shuningizdan ham qaysi ko'p? A'dagi neytron soni B'dagimi? A'dagi ko'p. Nechaga ko'p? 57 ga ko'p. A'dagi ko'pmi? S'dagimi? A'dagi ko'p, 91 ga ko'p. Shuning uchun buni kamatib qo'ydik. Shuningizdan boshqa sezda o'rganmaydi. X teng bo'lsa shunda X plus X minus 57 plus X minus 91 plus bundan 8 neytron bo'lib turib, neytron bo'yicha tenglab chiqasalar, neytron bo'yicha tushunmasangizlar, yuqoridan past ayirmasi bo'yicha tenglab olsangiz, yuqori bo'yicha emas, past bo'yicha emas, yuqoridan past ayirmasi bo'yicha. Endi M dan topsa bo'ladi bu yerda. To'g'rimi? 232 teng 139 plus M plus 8. Shunda biz hozir X dan qilib boshlab, X teng buni qo'shsak 2x minus 57 ga minus 91 ni qo'shsangizlar minus 148, to'g'rimi? Undan ham 8 ni qo'shib bersangizlar plus 8 etib minus 40 bo'lib qoladi. Shunda x topsangizlar 140 chiqadi qisqasi. A'dan necha neytron bor ekan shunda? 140. S element toping desa, S elementni neytron soni shu x minus 91 necha bo'ladi? 140 minus 91. 49 bo'ladimi? Neytron sonida bu. Neytron S elementniki. Proton massasini topsak necha bo'ladi? M. M topishni ishlatamiz. 232 dan olamiz, 139 plus nechani? 8. Nereden geldi o? Bu M topish uchun bundan olamiz bu ikkisini. Shunda 147 bo'lsa, atlasak necha bo'ladi? 147 15 hatta 85 chiqadi. Demak, bu S elementimizda yuqori 85 ekan, massasi bu 49 ekan-da neytron soni. Bu yerni topish kerak Z ni. Z necha bo'lsa shunda 85 dan neytron soni 49 ga tashlaymiz mi? 36 element bo'ladi. Shuning bo'ldim. Necha dana qutbsiz bog' bor? Bir dana, to'g'rimi? Shu dana. Ikkinchisi H3 bu qaysi kislotadi bu? H3 bu qaysi kislota? Gipofosfit kislota. Yozib qo'yinglar yandan. Gipofosfit. Yana necha kislota bor? Yanında shuni yanında yuradon kislota bor. H3 povush deganimiz bu fosfit kislotadir. Ko'rdingizmi? Bundan necha qutbsiz bog' bor ekan shunda? 2 bog'. Nima uchun? Fosforniki 2 vodorodniki 2 farqi necha? 0,1 bo'lib turibdi. Uchinchisi qaysi modda bu? Kaliy superoksid degan modda. Bundan necha qutbsiz bog'lanish bor? 3 dona qutbsiz bog'lanish bor. To'rtinchisi natriy sulfat. Bunda sulfit. Bunda bormi?
Bunda yo'q. Shunda ortishi desa boshqa 4 dan boshlaymiz. 4 1 2 3. Qaysi javob ekan shunda? 7-savol. V1 gradusimiz 60 gradus Selsiy bo'lsa, V1 necha ekan? 12 mol taqsim litr ko'paytirilgan minut, to'g'rimi? T2 haroratimiz 40 gradus Selsiy bo'lsa, delta T necha bo'ldi shu vaqtda o'tgan vaqtimiz? 40 sekundmi? Minut o'tkazsak necha bo'ldi? 40 taqsim 60 bo'lib 2 taqsim 3 minut chiqadi, to'g'rimi? Modda miqdori 1.8 marta kamaydi dedi. 1.8 marta kamaygan bo'lsa necha bo'ldi? Konsentratsiya ham kamaydi deb bo'ladi shunda. 1.8 marta S1 ni 1.8x deb turib, S2 ni dan shuni desalar-da. Yaxshi, miqdor kamaysin, 1.8 mol N1 keyin ko'ramiz ana. N1 bo'lsin. Keyin mol 1.8x mol N2 bo'lsa x mol bo'lsin. Endi buni S1 o'tkazsak necha bo'ladi konsentratsiya? 1.8x ni ishlatamiz. 2 ga bo'lamizmi? 0.9x bo'ldi. S2 necha bo'ldi? X ni 2 ga bo'lsak 0.5x bo'ldi, to'g'rimi? Shundan deltasini topsak necha bo'ldi? Hajm 2 litr-ku. Attashimiz 0.4x bo'ldimi? Farqi 0.9 ga 0.5 bo'lib qoldi. Gamma 2 ekan. Shunda 60 gradusdagi tezligi 12 bo'lsa, gamma 2 bo'lsa, 50 dagi tezlik necha bo'ldi? 12 ni 2 ga bo'lsak 6. 40 dagi tezligi 3 bo'ldi, to'g'rimi? Mana shu 3 teng nechaga endi? 0.4x taqsim vaqt necha bo'ldi? Bunda 2 taqsim 3 mi? Shunda 0.4x teng 3 ko'paytirilgan 2 taqsim 3 bo'ldi, qisqarib ketib 2 bo'ladi, to'g'rimi? 0.4ximiz 2 5 bo'ldi ekan. Shunda qolgan modda o'zi x madem bu yerda n2 degan qolgan bo'ldi, to'g'rimi? 5 bo'ldi ekan shunda javobi. Qaysi javob? S javobini belgilaymiz. 8-savol. K1 0.100 dan 4 taqsim sekund. Bu K'ni birligine qaramaysizlar. K'ni birligi shunday bo'ldi. Bu o'zgaruvchan narsadan bo'ldi. Tushunarlimi? K2 necha bo'ldi? 0.1 ekan-da. Birligi o'zgaruvchan narsa bu. Muvozanat vaqtini necha bo'lib turibdi muvozanatda? V1 teng V2 bo'lib turibdimi? V1 nima teng? K1 ko'paytirilgan x ni konsentratsiyasi bo'ldi muvozanatdagi, V2 esa K2 ko'paytirilgan y ni konsentratsiyasi nechanchisi? Kvadrat. Ikkinchisi teng bo'ldimi shunda ikkisi? K1 ko'paytirilgan x ni konsentratsiyasi teng K2 ko'paytirilgan y ni konsentratsiyasining kvadrati. K1 100 dan 4 ko'paytirilgan x ni konsentratsiyasi necha bo'lgan shunda? 0.1 teng K2 ga 0.1 ko'paytirilgan y ni kvadrati bo'ldi. Qisqarib ketsa 0.100 dan 4 teng y ni kvadrati bo'ladi. Y topsangiz konsentratsiyasini 0.2 bo'ladi, to'g'rimi? Uning boshlang'ich miqdorini toping dedi-da. Bu 0.2 ni ishlatgan ekan shunda muvozanatda bo'lgan bu. Demak x ni boshdagisini bilamiz, boshda sarflangan hosil bo'lgani muvozanati. Bu boshda 0 bo'lsa 0.2 qo'shilib turib 0.2 bo'lib qoldimi axir? Muvozanatda y tikib, shunda x necha qoldi shu vaqtida? Bu yerda qolgani x niki. Boradi u 0 beradi, to'g'rimi? Buncha sarflangan bu yerda 2 boradi. 0.1 sarflangan bo'lami shunda 0.2 hosil bo'lishi uchun necha bo'lgan ekan shunda boshda bu? 0.2 bo'lgan ekan sizlar. Qaysi javob? Demak S1 x ya'ni boshlang'ichi 0.2 n1 ni topsangizlar shunday. 9-savol. 9 ham yaxshi savol. Mis 2 plus bilan sulfatlarning miqdori nisbatlarini necha ekan?
3'e 4 dedi, doğru? Bunun için nechasi kerak? Mis sulfati natriy H qo'shishimiz kerak. Nima bo'ladi shunda? Mis gidroks cho'kmay tushadidan natriy sulfat qiladimi? Bu X bo'lsa masalan X bundan keyin 2x qo'shib tuzada X natriy sulfat chiqdim. Mis sulfatdan Y qolsa. Necha misi bor ichida? Y mis Y sulfati bor, to'g'rimi? Hosil bo'lgan natriy sulfatdan nima bo'ladi? X sulfat bo'ladi. Mis necha bo'ldi shunda? Mis Y bo'ldim. Sulfat esa necha bo'ldi? X plus Y bo'ldi. Shuni ishlaramiz endi. 4y teng 3x plus 3y bo'ldi. Shunda y teng 3x bo'ldi, to'g'rimi? Shundan nechasi qolgan ekan mis sulfatni? Umumiy 4x da kimolni topib olsak bo'ladimi? 320 ni 0 ga ko'paytirib 160 ga bo'lasizlar. 32 bo'lib necha bo'ldi o'g'lim keyin 0.2 bo'ldi. 4x teng 0.2 bo'lsa x teng 100dan 5 bo'ldi. To'g'rimi? Shunda x 100dan 5 bo'lsa 2x necha bo'ldi? 0.1 bo'ladi, to'g'rimi? Ana shu 0.1 kerak-da bizga. 0.1 molni eritmasini topish kerak. Massa eritma natriy H. 0.1 ni 40 ga ko'paytirib, mana masalan 0.100dan 5 ga bo'lasizlar. 80 gram chiqadi.